Gabriel Garcia Marquez, Bill Gates, Google asoschilari Larry Page va Sergey Brin kabi dunyoning muvaffaqiyatli insonlari Montessori ta'limini olgan. Italiyalik shifokor va o'qituvchi Maria Montessori bolalarni kichikligidanoq mustaqillikka o'rgatuvchi tamoyillarni ishlab chiqqaniga bir asrdan oshdi. Butun dunyoda 60 mingdan ortiq ta'lim maskanlarining asosiy yo'nalishi sanalmish bu metodning natijalari sizni ham hayratlantirishi aniq. Montessori maktablarining g'oyalaridan biri o'qituvchining yumshoq ko'ngil bo'lishi, imkon qadar kattalar aralashuvisiz bolalarga mashg'ulotlarni o'zlari bajarishlariga qo'yib berishdan iborat. Har bir mashg'ulot 3 soat davom etadi. Bu bolalar nima qilayotganini tushunib olishi uchun yetarli vaqt. O'quv materiallari esa sezgilar ishlashi uchun mo'ljallangan. Masalan, harflar va raqamlar qum qog'ozdan yasaladi. Uni ushlash orqali bola barmoq sezgisini ishlatadi. Mamlakatimizda ham bu ta'lim metodikasi asosida faoliyat yuritadigan bog'cha va maktablar soni tobora ortib bormoqda. Shu yo'nalish bo'yicha ta'lim olgan mutaxassislar tadbirkorlikka berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, Montessori uslubidagi xususiy bog'cha va maktablarga asos solmoqda. Nigina ham yosh bo'lishiga qaramay shunday ta'lim muassasalarining rahbaridir. Hozirgi kunda 9 ta filialimiz mavjud hamda ularni davomi hisobida 2 ta filial maktablarimiz ham bor, 1-dan 11 sinfgacha. 10 yil davomida faoliyat ko'rsatyapmiz. Maktablarimiz hamda bog'chalarimiz Montessori metodikasiga asoslanib ta'lim va tarbiya beriladi bolalarga. Farqli jihati 5 ta sezgi a'zolar bilan ishlaydi. Bu hidlab bilish, yeb ko'rish, ta'mni his qilish hamda ushlab ko'rish. Dunyo miqyosida tan olingan metodika Montessori metodikasi birinchi o'rinlardan bittasini egallab kelyapti. Umumiy hisobda 11 ta filialimiz bor. Bolalarimiz soni 3000 ga yetgan. Ishlayotgan pedagog kadrlarimizning soni esa 500 ga yaqin. Shunaqangi bizga imkoniyatlar yaratib berildiki, kreditlar oldik. Davlat xususiy sheriklik asosida faoliyat yurityapmiz. 15 yilga imtiyozli kredit berildi. Qo'rqmasdan, cho'chimasdan hamma ishlarimizni bajarib ketadigan bo'lib qoldik. Bank tizimlari bo'yicha ham, tashkilotlar bo'yicha ham ancha yengillik yaratib berilgan. Men qator yosh tadbirkorlarga ham juda ham katta yengilliklar yaratib berilgan. 17 yoshida shu faoliyatni boshlaganligina bugun doktoranturada ham ta'lim va pedagogikaga oid izlanishlarini davom ettiryapti. U rahbarlik qilayotgan bog'chalarda Montessori ta'limi bilan tarbiyalangan bolalarning salomatligi, ruhiyati va ijtimoiy aloqalarida sezilarli o'zgarishlar bo'lgan. Faoliyat davrimizda sog'lig'ida nuqsonlari bor bolalar ta'lim olib kelishgan. Bu bitta emas, ikkita emas, har bitta guruhda bittadan, ikkitadan bolalar qo'yganmiz. Bola baribir boshqa bolani ko'rganda harakat qilishni boshlaydi. Inklyuziv ta'limimiz juda ham katta natijalar olib kelyapti. Mana misol uchun bitta bolamiz bizga 1,5 yoshdan biri qatnagan DCP bu yili 7-sinfga chiqyapti bizda maktabimizda. Ta'limi bizning Montessori bog'chamizda boshlagan. Yurmasdi. Gapirmasdi. 5 ta sezgi a'zolari bilan o'qituvchilarimiz, pedagoglarimiz ishlab uni shunaqangi natijaga olib kelishdiki, bola hozir she'rni ham zo'r yodlaydi. Yuradi ham bemalol. O'zi ovqatlanadi, sog'lom bola qatoriga qo'shilgan. Uni 1,5 yoshda doktorga ota-onasi olib borganda u oddiy bog'chaga, oddiy maktabga to'g'ri kelmaydi degan xulosa berishgan. Hech bo'lmasa ko'rganda balki harakat qilib qolar degan maqsadda olingan inklyuziv birinchi bolalarimizdan bittasi bo'lgan u bolamiz. 10-15 ta pedagog ishlaydi bitta bola bilan. Bizning bog'chamizda ham shunaqa. Har bitta bolaga 5 tadan pedagog keladi. Montessori asosidagi mashg'ulotlar bolalarning kichik yoshdan turli harakatlarni mustaqil bajarishga qo'yib berish, keyinroq ularni muammolariga yechim topish, xatolardan xulosa chiqarish, moslashuvchan fikrlashga o'rgatadi. Bir so'z bilan aytganda, bosh maqsad bolani mustaqillikka o'rgatishdan iborat. 3 yildan beri Montessori ta'lim bog'chasida logoped bo'lib ishlayman. Har xil bolalar keladi. ZPR, ZRR, alaliya, dizartriya bolalarimiz ham bor. O'tgan yilga qaraganda bolalarimiz ancha sog'lomlashdi. Natijalarimiz yaxshi. 1 yildan beri bitta bola bilan ishlayman. Unga autist tashxisi o'tgan yili qo'yilgan, lekin ZRRga tashxis berildi. Montessori metodi u qo'l motorikasi, katta motorika bilan ishlanadi. Xotira, diqqat, e'tibor bilan ham ishlaymiz. Ushbu metodda har bir bola uchun individual dastur ishlab chiqiladi. Bolalarning rivojlanish bosqichlariga asoslangan guruhlar tashkil etiladi. Bola doimiy ravishda o'zi tanlov qiladi. Bu esa uni mas'uliyatli qilib tarbiyalaydi. Montessori metodi yaxlit bo'lib, u orqali bolaning jismoniy, aqliy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash mumkin. Shuning uchun boshqa qo'shimcha metodlarga ehtiyoj yo'q. Ta'lim muassasalarida bu metodni joriy qilish uchun Xalqaro Montessori assotsiatsiyasidan ro'yxatdan o'tish lozim. Bog'cha va maktablarning faoliyatini Montessori ta'limiga asoslangan holda olib borayotgan Nodiraning asosiy maqsadi ham metod g'oyasiga mushtarak, ya'ni bolalar ta'limi va ularning rivojiga hissa qo'shishdir.